Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana Xudo xolasa navbatdagi obyektimizga Turkiyaga tayyor holatiga olib keldik. Bu obyektimiz Namangan viloyati, Haqlavot tumanida bo'ldi. Bu obyektimiz ko'mirxonaga mo'ljallab qurib berdik obyektimizni. O'zingizlar ko'rishlaringiz mumkin. 16 ga 27 joyimiz. Buni balandligi sentri yerdan 10 metr bo'ldi. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Biz xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab shunga o'xshash katta zdaniya, zavod, fabrikalar ustilarini 24 metr, 25 metrgacha bez ustuni olib beraveramiz. Sekin ko'rsatamiz. Firmalarimiz orasi 1,5 dan tashlab berganmiz. Rekalari 65 sm dan qo'yib berganmiz. Turkiyaga mo'ljallar moslab. Mana shu zdaniyamiz shu holati. Uyda gaz faqat tunga olib beradi. 75 million so'mga tushyapti. Uyda gaz tunga olib beradi, biz qatir beramiz. Mana tunga tayyor holatiga olib keldik. Uy tomlari, mo'yka xonalarning ustilari bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. 88lik kodi bilan 978 7807 xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Mahsulotlar o'zimizdan. Buni rekasi ham konteyner profildan bo'ladi. Unga samarangiz bemalol o'tiradi. Tunga tayyor holati 75 million so'mga tunkasini olib beryapti. Biz qatirib beramiz. Shuning ichida 75 million so'mning ichida. Rekalari ham o'zimizdan bo'ladi. Konteyner profildan.